Yaqinda qabulimga bitta ayol keldilar. Men birinchi marta qizlar hayotimda birinchi marta bitta konsultatsiya, bitta coachingda ishtirokchi bilan butunlay 100% natijaga chiqqan holatimiz bo'ldi. Bu ayolning hikoyalarini sizga bo'lishkim keldi, chunki bunaqa ajoyib jannati ayollar bizning jamiyatimizda juda ko'p. Bu ayolimiz shunday ayollarki, hayoti davomida farzandlarini baxti, o'sib rivojlanishi, kelajakda o'zi orzu qilgan inson bo'lishi uchun butunlay ishlamagan, o'zidan voz kechgan qaysidir ma'noda farzandlarini tarbiyasiga shu qadar qaragan, oilasiga qaragan, shu qadar o'zini ayollik vazifasini go'zal tarzda bajargan ayolimiz, lekin har doim hayoti davomida o'qimishli ayollar, atrofidagi qarindoshlari, qo'shnilari, dugonalarini oldida doim o'rni bo'lmagan, doim nisbatan chetda qolgan, diplomi yo'q, ishi yo'q degan ma'no nazar bilan qaralgan, har doim uni chaqirishganda ko'rsatilgan munosabat boyagi lavozimi ishi bor ayollarga nisbatan kamroq ko'rsatilgan holatda his qilib yashagan ayolimiz va doim bu ayoldan hamma atrofidagi insonlar o'zini ustun ko'rib yashashgan. Chunki bu ayol uy bekasi degan nomga ega bo'lgan hammani nazdida. Chunki bizda uy bekasi bu oddiy ish deb qaraladi, oddiy narsa deb qaraladi. Chunki ayol kishi qancha ko'p ishlasa, pul topsa yoki nimadir bilan band bo'lsa, u ayol ko'proq ma'noda band yoki yaxshi ayol deb qaraladi majoziy ma'noda. Lekin aslida uy bekasiligi men o'ylaymanki ayol kishi uchun eng zo'r kasb, eng yaxshi kasb deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu ayolimizning farzandlari, bittasi styuardessa bo'lganlar qizlari, farzandlari, o'g'illari juda ham chiroyli, nima deydi, ayta olmayman, aniq qanaqa kasbda boshliq, lavozim, chiroyli tarzda ishlashlarini, lekin shu qadar farzandlari o'sgan, rivojlanganki, hozir u ayol mana shunaqa ardoqda, hurmat, e'tiborda yashayapti. Va men bugun sizga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, agar siz bugun uy bekasi bo'lsangiz, hech qayerda davlat ishida ishlamasangiz yoki xususiy ish bilan band bo'lmasangiz, hech qachon o'zingizga past baho bermang. Hech qachon. Sizni mana shu oilada farzandlaringizga ko'rsatayotgan mehringiz, tarbiyangiz, ular bilan vaqt o'tkazishingiz, uy yumushlarini kulishib, o'ynab birga bajarishingiz, ularga qarashingiz, vaqt ajratib, misol ishdan charchab kelib bolalaringizni alamingizni olganingizdan ko'ra, uyda o'tirib mana shu farzandlaringiz bilan o'tkazgan vaqtingiz, turmush o'rtog'ingizga ko'rsatgan mehringiz, munosabatingizni mevasi ko'proq shirin bo'ladi qizlar. Chunki biz bolalikdan ko'p orzu qilardik. Onamiz uyda o'tirib ishlamasdan biz bilan vaqt ajratishlarini, biz onamiz hamma ishlarini qilishi emas, biz boladek bo'lishimizni, onam biz bilan birga o'sha ishlarni bajarishlarini, birga vaqt o'tkazishlarini, chunki bola onaga ko'p bog'lanadi-da. Men bu bilan ishi bor ayollar siz ishlamang demoqchi emasman. Ishlang, bu sizning shaxsiy huquqingiz, bu sizning xohish istagingiz bo'ladi. Lekin men bugun uyda o'tirgan ayollarga murojaat qilmoqchiman-da, hech qachon o'zingizga past baho bermang. Meni ishim yo'q, men pul topmayman demang. Siz shunaqa bugun katta ishni qilyapsiz, jamiyat uchun, farzandlaringiz, oilangiz uchun shunaqa katta ishni qilyapsiz, o'zingizni ertangi kungi oxiratingiz uchun. Buni o'zingiz bilmaysiz-da. O'zingizga umuman past baho bermang. Doim xursand yuring, doim Allohga shukr ayting, shunaqa darajada sizni sevgani uchun. Chunki bizga ustozlarimiz aytardi-da, ayollar agar tabiati asl ayollikka qaytsa, ichida asl ayollik uyg'onsa, u uyda o'tiradi-dirdi. U ishlamaydi-dirdi. U balki hobbilari bilan band bo'lar, sportga borar, shoppinglar qilar, boshqa qilar, lekin u uyda o'tirgisi keladi-dirdi-da. Biz hayron qolardik, qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin, iloji bormi buni deb o'ylardik-da. Iloji bor qizlar. Aynan shu holatda yashayotgan bo'lsangiz, bugun o'zingizga hech qachon past baho bermang. O'zingizni qadrlang, o'zingizdan xursand bo'ling, minnatdor bo'ling va atrofdan hech narsa kutishingiz shart emas. Vaqtingizni hali hayotingizda o'zingiz uchun chinakam xursand bo'ladigan, baxtli bo'ladigan onlaringiz albatta farzandlaringiz bilan juda ko'p bo'ladi. Bugun ham o'zingizga bo'lgan hurmatingiz doim yuqori holatda bo'lsin, o'zingizni ardoqlashingiz, o'zingizni yaxshi ko'rishingiz yuqori kayfiyatda bo'lsin. Chunki bugun siz juda ham katta ishni bajaryapsiz. Unutmang mana shuni.